alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan tabiiy resurslar inson uchun mavzusi bilan tanishamiz. Ta'limiy maqsad. Ma'lum maqsadga yo'naltirilgan auditoriya uchun ma'lum til va nutq uslubiga tayangan holda hikoyalash va sharhlash orqali matn yaratish. Matnda yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklarni qayta ko'rib chiqib tuzatish yoki tahrir qilish. Tezisli va sitatali hamda turli ko'rinishdagi reja tuzish. Ta'limiy maqsaddan kelib chiqqan holda darsga shunday maqsadlar qo'yildi. Matn bilan tanishib, undagi asosiy ma'lumotlarni aniqlash va sharhlash, matnda yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklarni qayta ko'rib chiqish, tuzatish, tahrir qilish, tezisli reja tuzish, murakkab sintaktik butunlik haqida ma'lumotga ega bo'lish. YouTube mezonlari. Matn bilan tanishib, undagi asosiy ma'lumotlarni aniqlaydi va sharhlaydi. Matnda yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklarni qayta ko'rib chiqadi, tuzatadi, tahrir qiladi. Tezisli ko'rinishdagi reja tuzadi, murakkab sintaktik butunlik haqida ma'lumotga ega bo'ladi. Birinchi topshiriq: aqliy hujum. Rasmlarni diqqat bilan kuzating. Rasmda nimalar tasvirlangan? Bularning inson hayoti uchun ahamiyati nimada deb o'ylaysiz? Matn ustida ishlash. Darslikdan 197-betdagi 86-mashqda berilgan matnni diqqat bilan tinglang. Asosiy ma'lumotlarni yodingizda saqlang. Resurs so'zi fransuz tilidan olingan bo'lib, yashash vositasi degan ma'noni anglatadi. Resurs deganda tabiiy jismlar va foydalaniladigan energiya turlari tushuniladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, tabiiy resurslar tushunchasini ko'pgina olimlar turlicha ta'riflashadi. Masalan, geograf olimlar akademik Gerasimov va professor Armand tabiiy resurslarga eng to'liq ta'rif berganlar. Tabiiy resurslar kishilar bevosita tabiatdan oladigan va ularning yashashi uchun zarur bo'lgan xilma-xil vositalardir. Aslida tabiiy resurslar ikkita asosiy guruhga bo'linadi. Moddiy ishlab chiqarish resurslari. Bu guruhga yoqilg'i mahsulotlari, metallar, suvlar, yog'och, taxta, baliq, ovlanadigan hayvonlar kiradi. Ishlab chiqarishdan tashqari soha resurslari. Bu guruhga esa ichimlik suvi, daraxtzorlar, iqlim resurslari va hokazolar kiradi. Tabiiy resurslarga oziq-ovqatga ishlatiladigan yovvoyi o'simliklar va hayvonlar, ichimlik suvi va boshqa maqsadlarda foydalanadigan suvlar, metallar olinadigan madanlar, qurilishga ishlatiladigan yog'och taxtalar, energiya va yoqilg'i manbalari bo'lgan ko'mir, neft va tabiiy gazlar kiradi. Tabiiy resurslar ikki turga bo'linadi. Tugaydigan tabiiy resurslar, tugamaydigan tabiiy resurslar. Tugaydigan tabiiy resurslar o'z navbatida ikki guruhga bo'linadi. Tiklanadigan resurslar, tiklanmaydigan resurslar. Tiklanmaydigan tabiiy resurslarga yer osti tabiiy boyliklari va foydali qazilmalar, ya'ni madanli va madansiz qazilmalar kiradi. Ular foydalanayotgan darajada million marta sekin tiklanadigan tabiiy resurslar hisoblanadilar. Bunday resurslarni tiklab bo'lmas ekan, mineral resurslardan samarali foydalanish, ularni tejab tergab ishlatish va ularni qazib olinayotganda yerlarga zarar yetkazilishiga yo'l qo'ymaslik zarur. Tiklanadigan tabiiy resurslarga tirik mavjudotlar, o'simlik va hayvonlar, daraxtlar, shuningdek tuproq kiradi. Tuproq yo'q bo'lib ketmaydi, balki asosiy xossasini, unumdorligini yo'qotishi mumkin. Bunday resurslardan foydalanayotganda shuni esda tutish kerakki, muayyan tabiiy sharoitning buzilishi ularning qayta tiklanishiga xalaqit berishi mumkin. Masalan, hozirgi vaqtda butunlay qirib yuborilgan ko'pgina o'simlik va hayvonot turlari, shuningdek, eroziya natijasida butunlay tarkibi buzilgan tuproqlar qaytadan tiklanmaydi. Bundan tashqari, shuni ham yodda tutish kerakki, tiklanadigan tabiiy resurslarning paydo bo'lish jarayoni ma'lum tezlikka ega bo'lishi kerak.
Tugamaydigan tabiiy resurslarga suv, iqlim va kosmik resurslar kiradi. Suv barcha tirik organizmlar uchun hayot manbai bo'lib, 3 ta fizik holatda: qattiq, suyuq va bug'simo holatlarda uchraydi. Yer sharida suvning umumiy miqdori bitmas-tuganmas bo'lib, hech qachon o'zgarmasa kerak. Biroq insonning faoliyati natijasida suvning zaxirasi va miqdori yer sharining ayrim mintaqalarida turli davrlarda turlicha bo'lishi mumkin. Dunyodagi suvlarning 94% okeanlardir. Bevosita foydalanishga yaroqli bo'lgan ichimlik suvining zaxiralari 1% ni ham tashkil etmaydi. Biroq tuganmas hisoblangan dengiz suvlari ham o'ta ifloslanish xavfi ostida turibdi. Chuchuk suv esa sifat jihatidan tugaydigan resurs hisoblanadi. Chunki insonga har qanday suv emas, balki iste'mol qilish uchun yaroqli toza suv kerak. Yer sharining ko'pgina mintaqalarida suvdan samarasiz foydalanish, daryolarning sayozlanib qolishi va boshqa sabablar oqibatida ichimlik suvi miqdori keskin kamaymoqda. Xuddi shunga o'xshagan miqdor jihatdan olganda, atmosfera havosi tugamaydigan tabiiy resurslarga kiradi. Ammo sifat jihatdan olganda, u tugaydigan resurslarga kiradi. Quyosh radiatsiyasi, yorug'lik, issiqlik, atmosfera havosi, shamol, suv va to'lqinlar energiyasi iqlim va kosmik resurslarga kiradi. Yog'ingarchiliklar esa suv resurslariga ham, iqlim resurslariga ham kiradi. Ana endi xatolar ustida ishlaymiz. Matnni qayta o'qib chiqing. Oxirgi 4 abzasi ustida ishlang. Matnda yo'l qo'yilgan xato va kamchiliklarni tuzating. Daftaringizga yo'l qo'yilgan xatolarni to'g'rilab yozib oling. 4-topshiriq. Tezisli reja tuzing. Deskriptorlar. Mavzuga mos reja tuza oladi, 4 ta reja tuzadi va yozadi. 5-topshiriq. Jadvalni to'ldiring. O'z fikrlaringizni sharhlang. 1-jadvalda mavzuga oid 2 ta ochiq savol tuzing. 2-jadvalda javobni to'ldiruvchi dalillar keltiring. 3-jadvalda fikringizni xulosalang. Deskriptorlar. 2 ta ochiq savol tuza oladi, javobni to'ldiruvchi 2 ta dalil keltira oladi, o'z fikrini 2 jumla orqali xulosalaydi. Yodda saqlang. Nutqda gaplar o'zaro mazmunan bog'lanadi. Gaplarning o'zaro bog'lanishi natijasida bir murakkab fikr ifodalanadi. Bir murakkab fikrni ifodalash uchun xizmat qilib turli vositalar orqali bog'lanadigan mustaqil gaplardan tuzilgan butunlik murakkab butunlik deyiladi. Masalan, shamol kuchaygandan kuchayib bulutni surib ketdi. Bulut chetlari xuddi yonayotgan qog'oz chetiga o'xshardi. Shu zar bulutlar orasidan ko'k shishadek bo'lib osmon ko'rindi. Murakkab sintaktik butunlik kamida 2 ta alohida gapdan tashkil topadi. Sintaktik butunliklar 10-15 gapdan ham iborat bo'lishi mumkin. 2 kishining suhbati, ya'ni dialog shaklidagi nutq bir sintaktik butunlikdir. Uy vazifasini belgilab oling. Darslikdan 204-bet 88-mashqdagi berilgan matnni sinchiklab o'qing. Matndan kamida 2 ta alohida gapdan tashkil topgan murakkab sintaktik butunlikka misol toping va daftaringizga yozing. Deskriptorlar. Murakkab sintaktik butunlikka misol topa oladi, yozma nutq me'yorlariga amal qiladi. Quyidagicha baholash yuritiladi. Mana shu bajargan topshirig'ingizlarga qarab, o'zingizga baho bering. Biz darsimizni BBB strategiyasi orqali qayta bog'lanamiz. Bunda siz nimani bilib oldim, nimani bilmadim, nimani bilishni xohlayman degan savollarga o'z fikrlaringizni bildirib qolasiz. Shuning bilan darsimiz yakun topdi.